Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana yana bitta 17 kW 1,5 ming оборотli nasosimizni suvini chiqardik. Xudo xolasa turbalarimizni razmeri 180 talik turba to'ldirib o'tyapti xudo xolasa. Podyomlari juda ham yuqori. So'ruvchi turbamiz 10 metr pastdan olyapti suvni. Chiqarishi ham nasos bilan turbani uchidagi uruvinni metri 8,5 metr 9 metrni tashkil qiladi. Turbamizning uzunligi 67 metr turba ketdi. Chiqaruvchi so'ruvchi bo'lib. Amperlari ham xudo xolasa zo'r ishladi. 25 amperda mana nasosimiz. Zavodskoy podyomli nasos qo'ydik. Mana turbamiz 10 metr pastdan olib chiqyapti xudo xolasa. Bu yog'i 57 metr uzunlikda turba chiqib ketgan. Kimgadir qiziq bo'lsa, telefon nomerlarimiz yozilgan. Aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekistonning istalgan viloyatlariga olib borib o'rnatib berish xizmatlari ham mavjud.